Men aytdim. To'rdami? Shunaqa shekilli. Ha, to'rda 1 soat bor ekan. Kiradiganlarga mazza qiladi-da, to'rda kiradiganlar. Bayram deb bo'lsin deydi-yu. 62 boshladik. Ustozlar 62 savol. Demak, 6 ta aktyor va 4 ta aktrisa guruhidan kamida 2 ta aktrisa qatnashgan. Ha, aktrisa aktyor bo'lgan ekan. 6 kishilik nechta guruh shakllantirsa bo'ladi? Demak, kamida 2 ta aktrisa bo'lsin desa nima qilish kerak? Aktrisalar soni 2 ta bo'lsa. Demak, aktrisa kamida 2 ta desa, demak aktrisalar 6 kishilik guruh bo'lsa, aktrisa kamida 2 ta degani ko'payib ketadi holatlar. Nima bo'lish kerak o'zi? 6 tadan 2 ta aktrisa bo'lsin. Qolgani aktrisadan 2 ta tanlaymiz. 4 ta aktrisa bor-a? 4 tadan 2 ta qiz bola xullas. 4 ta qiz bor, 6 ta o'g'il bola bor. 4 ta qizdan 2 ta qiz tanlayman, 6 ta o'g'il boladan 4 ta o'g'il bola tanlayman. Shunaqa qilsam ham bo'laveradi yoki 4 ta qizdan 3 ta qiz tanlayman yoki ag'da 3 ta bola tanlab qo'yaman yoniga. Yoki 4 ta qizdan 4 ta qiz tanlasam, bolalardan 2 ta tanlasam ham bo'laveradi. Eng kamida 2 ta qiz bola bo'ladiganlari shu-da, shularni hisoblab chiqish kerak. Bu juda ko'payib ketmadimi deyapman-da. 6 kara 6 kara 15 plus 4 kara 6 kara 3 necha bo'lardi? 6 taqsim 20 mi? Hisob-kitobga qarab tasla. 1 kara 15. 90 plus 80 plus 15. 185.